Assalomu alaykum. Men sizlarga hozir oddiygina biskvit qilinishini ko'rsatib beraman. Ekranda ko'rib turgan narsalar ketadi. Videoni tagiga ham yozib qoldiraman. To'liq nimalar, qancha grammlarini. 8 ta tuxumni oqini sarig'idan yaxshilab ajratib olamiz. Ehtiyot bo'linglar, sarig'ini tushirib yubormanglar oqiga. Toza idishga, yog'siz idishga oqini solinglar. Mana ajratib oldim. Endi tuxum oqini yaxshilab mikserda ko'pirtiringlar. Oppoq penka bo'lguncha mikseringlar yo'q bo'lsa bemalol zibevalkada ko'pirtirishinglar mumkin. Mana oppoq penka bo'ldi. Men ko'rayotgan bo'lsanglar, endi bunga shakarimizni ozgina-ozginadan solib ko'pirtirishni davom ettiramiz. Mana shakarni solib ko'pirtiramiz. Shakari birdan ko'p sovormanglar, hammasini ozgina-ozginadan bo'lib solinglar. Endi tuxumni sarig'iga atalab olib, yarim choy qoshiq vanilin solib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Tuxumni oqiga solib, 1-2 marta mikserda aylantirib, mikserni o'chirasizlar. Oxirgacha mikserda aylantirmanglar, suyulib ketadi. Lopatkada aylantiringlar. 6-7 qoshiq unimizga tuxumni katta-kichikligiga qarab 1 choy qoshiq razrahnitel, keyin 2 osh qoshiq kraxmalni qo'shib, yaxshilab 1-2 marta elab yuboringlar. Men doim 2-3 marta elab yuboraman. Shunda biskvitinglar yana ham yumshoq chiqadi, chunki unning ichiga kislorod kirib, yana ham ishib chiroyli chiqadi, ham xamiringlar yumshoq bo'ladi. Lopatkada bir tomonga qarab aylantiringlar. Biskvitnikini ehtiyot bo'lib, faqat bir tomonga tepadan pastga aylantirasizlar. Qolipga pergament qog'oz solib oldim kesib. Endi xamirimni solaman. Past olovda 180 gradusda 45-50 minutda pishadi. Endi hammani har xil gazini, olovi har xil, o'shanga qarab pishirasizlar, past olovda lekin. Mana meni biskvitim pishib chiqdi. Tayyor bo'ldi. Mana shunaqa issiqlikda turg'izib qo'ysanglar, cho'kib qolmaydi. Pishganini cho'pcha bilan ichiga tiqib ko'rsanglar, quruq chiqsa bo'ldi, olaverasizlar duxovkadan. Endi biskvitimni yaxshilab sovutib, keyin qolipdan olaman. Issiqda olmanglar, biskvitinglar bo'linib ketadi. Mana chetlarini birinchi pichoqda sekin tekislab olib, keyin sekin qolipdan tushirib olamiz. Issiqligida qilmanglar, yaxshilab xona haroratida sovisin. Gazdan olib birdaniga muzdagiga ham qo'ymanglar, biskvitinglar cho'kib qoladi, esinglarda bo'lsin. Biskvit xona haroratida sovishi kerak o'zi. Mana biskvitim tayyor bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, juda ham yumshoq biskvit chiqadi. Qimmatli vaqtinglarni ayamasdan ko'rganingiz uchun hammangizga rahmat.